Bismillah do'stlar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat qush bozoridamiz. Bozorda o'rtasidan video qilyapman. YouTube uchun bo'ladi inshaalloh, yarim soat. Narxlarni sizlar uchun bilib beraman inshaalloh. O'zimizni qushlardan boshlaymiz. Blackface nar $110, Blackface jup $230, $220. Double black bo'lsa $300 oxiri. Narlar bo'lsa 100 ming so'mdan. Tayyor narlar. Endi inshaalloh hozir sizlarga bu Texasmi aka? Texasda Gladkisi. Gladkisi. Necha pul jupa? Tayyor jup. Bo'lishi 600 ming aka. Bo'lishi 600 ming so'm. Telefon nomeringiz necha? 91 91 325 325 28 28. Bo'ldi. Telefon qilishadi inshaalloh. Bu namanganlik do'stlarimizning qushlari mana. Ko'ryapsizlar. Amadinkalar narxini bilib bering degan odamlarga o'z amadinkalar narxini bilib beraman inshaalloh. Mana shu amadinkalar ko'rdim. Necha puldan ekan amadinkalar hosh tog'a? Assalomu alaykum. Jup 80 ming bo'lib qoldi. Tayyor. Telefon nomeringiz necha? Telefon qilishadi. Uyda seyrobmi? Yo'q, borini. Ha, bori shu. Bo'ldi, telefon nomerlarini bermadi. 80 ming so'm tayyorni jupi bo'lib qoldi. Bular necha pul babichkalar? 150 ming. Ha? 350 ming. Bular necha oylik bular? 6 oylik. Ali yosh ekan, ha? Ali yosh ekan. Ali yosh ekan 350 ming so'mdan ekan. Uyda seyrobmi? Yo'q, uyda serob. Ushab turing bo'lmasa. Hozir kelaman, ha. Qaranglar. Odam nihoyatda ko'p. Qaysi o'lyapti? Qora qanotmi? Berib yubor bitta hamtasiga o'lmasidan ol. Bitta hamta yosh bolaga berib yubor, dori qilib tuzatib yuboray. Bular necha pul ekan aka? Malado'ylar. 200 ming. Radujniyda och svet ekan. Bu necha pul bo'ldi aka? 290 mingga oldim. 290 mingga oldingiz. Tayyormi? Tayyor. Nomi nima? Resivimi? 290 ming so'm bo'libdi. Mana narxlar sizlarga. Mana katta qushlar so'ragan odamlar, katta qushlar bormi deganlarga. Bu nomi nima edi buni? Razella. Razella necha pul? Bu 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Ishlagan. Amad chapdim shu sinib. nodan chapdim shu siniq ekan. Giriboy tushganmi? Shuni ham giriboy deydimi? Yo'q, sinib qolgan. Buni ishlashiga umuman anaqasi yo'q. Amadinkalar necha pul? Amadinkalar 40 mingdan. 40 ming so'm. Bu nar necha pul? Nar bilmadim kimni deb qo'ydim. Razella nar bor. Necha pul razellani? Ishlagan nar 1 million. 1 million. Ha, sariqlarnimi? Bu ko'chchi, rubi Ko'pchi rubillar necha pul? 2 million. 2 million. Telefon nomeringiz necha? 77lik 77lik 351 351 6303. 6303. Telefon qilaverasizlar. Mana shu katta qushlar kerak bo'lsa. Inshaalloh mana hozir qush bozorini ko'rsatyapman sizlarga. Bu nemislarni necha pul ekan aka? Necha pul? Jupani. Jupi 500 ming so'mdan aka, mana Spinger nemislar mana. Qarang. Bu bolajon malades. Qushni necha pulga olding? Ha? 200 mingga olibdi mana. Miramirda 200 ming so'mga. Malades. Qush boqishni boshlayapti bu ham. Bu YouTube'ga inshaalloh. YouTube'ga bo'ladi. Radujniyda mana tiniqidan ushyapti. Farqiga boradi bu. Necha pulga olding? 150. Qayerdan olding? Talpani ichidan tanlab olsan, ha? Ha? Arzon 150 ga. 150 ga arzon olibdi, mana qarang. Boshlarida tulov bor, tulovlari chiqqandan keyin Hozir ham unga tayyor bo'ladi. moda ham tayyor bo'ladi, fioletoviy mana. Bozorda shunaqa arzonlari ham uchrab qoladi.
Bu biladi-da bu. Bu boradida to'lovdan chiqarib turib 600 ming qo'yadi. Telefon nomeri nechi? Bu Qo'qondan kelgan bu. Nechi? 91'lik 91lik 056 056 35 52. 35 52. Men bir marta bundan xush olganman. Qo'qonga borib, atin borsam mana shu tushda olib chiqqan, mashinadan olganman. O'shanda ham mana shunaqa qilgan bu. Bozordan arzon olganda menga Qimmat sotgan. boblagan bu, xullas. Qimmat sotgan. Qimmat. Aka, bu nima degan qush ekan, aka? Sliva galoy. Nech pul ekan bu? Ha? 350 dollar. Ya, double bilek bilan bir xil ekanda narxi. Telefon nomeringiz necha? Bu nech pul? Mana uni narxini ayting. 2 million 600 ming. Ana Sliva galoy kerak bo'lsa, telefon nomeringiz necha? 91lik 883 70 79. Eshik Marg'ilonda, Yormozorda. Bo'ldi inshaalloh. Mana katta qush boqadigan aka. Qushlarni bolaligidan, gineznoydan olib, kasha bilan boqib, rushnoy qilib sotadigan akani oldiga keldi. Inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bular nech pul? Bular ajrellarmi aka? Sariqlari ham bor ekan-a? Sariqlari ham bor. Nech pul sariq aka? 220 dollardan donasi. Tayyormi? Qashti tayyor. Qashti tayyor. Zilyonizchi? Zilyonlar tayyor, ishlaydiganlar. 120 dollardan donasi. Ha, zilyonniyda donasi 120 dollar. Nariga 220 dollar. Ha, farqi qimmat ekan-da, o'n qarang. Bittani puliga ikkita kelar ekanda. Keyin bu akamiz bug'doy 7 xil donni undirib turib olib chiqyaptilar bozorga. Marg'ilonda eshik telefon qilib uydan olib ketsalar ham bo'laveradi. 1 kilosi 25 mingmi, 30 mingmi? 30 ming so'm. Telefon nomeringiz nechi edi? 90lik 303 52 25. Agar Toshkentda bo'lsangiz, mana shunaqangi qushlardan, sariqlardan kerak desangiz, bir jup chiqarib oling desangiz, inshaalloh akamiz shunday korobkaga soladilarda, dastavkasini ichida ham qilib beradi. Maşallah. Alloh ajringizni bersin aka. Qiziquvchilarga mana bir jup uyga tashab qo'yasiz-da, boqasiz. Kesimi ham katta. Bir qarichdan katta kesimi, dumlari bilan. Telefon nomeringizni aytding inshaalloh. Bo'ldi aka. Aka, amadinkalar nech pul amadinkalar? Aytavering. Tayyormi? Tayyor narlari. Narlar nech puldan donasi? 40 mingdan donasi. Donasi 40 ming so'mdan bo'lib qoldi narlar. Qaling, akalarimiz qayerdan ekan? Namangandanmi? Andijondan kelishibdi mana akalarimiz. Karello nima degani bu aka? Pokiston. Buchi oqi? Dubay. Pokiston, Dubay. Nech pul puli? 600 ming so'm. Buchi? 500 ming so'm. 500 ming so'm. Mana u Angolka deysizmi, nemis deysizmi, mana shunaqasi bor ekan, mana yotishibdi. Bular nech pul? 600 ming so'm kami bor. 600 ming so'm kami bor. Aka, buchi qizil. 2,5 million kamini qiladi. 2,5 million kami bor. Yana qaysi sortidan bor qushda? Finant bor. Finant nech pul finant? 400 dollar. 400 dollar kami bor. Buchi? 1,5 million moda. Bu 1,5 million modani o'zi. Amadinkalar nech pul bo'lib qoldi? Andijonliklar hammasi hozir amadinka boqishga o'tib ketdi. Qandaydir? 100 ming so'm jupa. Tayyor, a? Telefon nomeringiz necha? 94lik 776 97 77. Andijonda qayerdan senda? Shaharda o'zidan. Andijonliklar oqtarib qolsa bexos shaharda o'zidan ekanlar. Telefon qilaverasizlar akaga, andijonliklar. Uzoqdan qush olmaysizda, yo'l kirasi bilan qimmat tushib ketmaydi-da, bir jup zaril bo'lsa akaga telefon qilib olaverasiz. Endi mana qafaslarni inshaalloh sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Ashirda Namanganlik do'stlarimiz ham bor. Shularni ham bitta qushini olib qo'ying inshaalloh. Namangandan kelishyapti. Atang mana shu yerga savdo qilib mana akamiz. Spinger babichka deganlari mana. Spinger babichkalar.
Aka spingel babichkasi nechi pul ekan aka? 150 dollar. Aka. Aka 150 dollar. Radujni nechi pul bo'pti? Ha? Oldi. Buni-chi sotasiz? Men narx aytsam buncha qimmat deysiz, lekin 150 dollar deysiz-da buni. Hozir 150 dollar bu sizdanmi? Marg'ilondan. Namangandan keldingizlar. Namangonda ekan akamiz. Bular hammasi sizlar. Ha? Telefon nomer nechi? 77 345 77 66. Mana angolkalar ham bor ekan. Nemis ismi angolkami. Bu nechi pul? Bu 300 ming so'm ekan. Bularning narxini bilasiz-a? Nechi pul bu? 130 dollar. Bunisi-chi? 120 dollar. 750 ming. Sariq. Bu sariq 600 dollar. Onu resivilarchi amadinkalar. Bu resivi amadinkalar nechi pul ekan? Jupa. Jupa 400 ming so'mdan, kafening sveti 750 ming. Mana ular mana angolka deysizmi, nemis deysizmi, mana yiri-yirilaridan inshaalloh. Bular nechi pul ekan aka? 100 dollar, qog'dasi 200 dollar. Ha, bunisi 200 dollar. O'zi ham ikki hovuch ekan ba'disi. Nihoyatda yiri ekan. Mana bu qushchi bu, maskami? Maskalar. O Türkiye'ler kıymet ekan. Jupa 800 ming. Jupa 800 ming. Nomer nechi ana son aka? 97 lik 97 lik 250 0504. Namangonda akalarimiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilib olishlari mumkin. Mana bu pastdagi ham nihoyatda yiri ekan. Maşallah, maşallah, maşallah. Telefon qilaverasizlar akalarga. 12 minut bo'ldi deyapti. Mana Meraj 3 ga so'raganlarga, Meraj 3 galar narxi nechi pul aka? Og'a Meraj 3 ga nechi pul? 250 ming. Jupa? 2 jup, 250 mingdan 500 ming so'm. Karellolarchi uzurak. Karellolarchi 500. Oqlar. Buchi 400 ming. Babichka. Buni ham babichkasi bormi Karello? Qani? Qorasi kam bo'ladi, birasida qora ko'p bo'ladi. Guli ham ozgina bo'lar ekan. 170 ming. Halla olaverasiz. Jupa? Sen nimaga chiqding, baykachi? Qush olganimi, sotganmi? Oldilaringmi? Nechi puling bor? O'zing to'plagan puling yo'qmi? Mana bolajonlar ham dadasi bilan qush bozoriga chiqib YouTube'da ko'rasan o'zing. Marg'ilon kombinat qush bozori inshaalloh. Va alaykum assalom. Kechasiz? Sizin aka. Yaxshi, tinchmi? Qarang. Sachoylar nechi pul? 20 ming so'mdan. Mana nima mana bu narsa? Bu suvidishmi? Mana yangi usulda suvidishdan chiqibdi, qaranglar. Battan suv tushaveradi-da. Suv tugab qolmaydi. Bu qanaqa qushlarga? Papugaylarga ham. Bu mashina nechi pul mana bitta plasmassa? Bu baklashkasi bepul. Mana 10 ming ko'proqqa kami bor. 8 ming kami bor. 8 ming 10 ming. Kami bor ekan. Mana kalsolarni xilma-xili bor, kalsosi bor deyotganlar. Mana uni olib borasiz, taqib qo'yasiz. Keyin yettasidan kalso do'rasiz. Yangiliklarimiz bor kelyapti. Nima yangiliklar kelyapti? Assortiment kamayib qoldi. Assortiment kamayib qoldi. Telefon nomeri necha? 90 300 97 91. Menga necha pul mana shu bitta sachuv? Menga 15 ming so'm.
Qush ushaladimi bu? Agar to'g'ri kaltasiz uyda qolib ketib, to'g'rini olib keltirsangiz. Ha, qo'li. Ha, o'zi bu ham kaltalashadi-yu. Ha, qush ushlaydigan. Telefon nomerini qoldirdim. Uka, mandarin nech pul bo'lib qoldi? 23 ming aka. Qachon 20 mingga tushadi? Yo'q aka, Xitoydagi 20 mingda 20 mingga tushganda olaman. Banan nech pul? 28. 28 ming. Nokchi? 20 ming. Nok Xitoy, ha? Xitoy. Nok Xitoy, bu mesnimi? Eronniki aka. Eron. Malades. Yaxshi, bolalar. Kaptar bozorini ham telefon video qiling degan odamlarga Kaptar bozorini inshaalloh video qilaman, ko'rasizlar. Mana xo'rozlarni vahshiylari, induglarni vahshiylari mana. Bu nech puldan bu? 250 deyapmiz aka. 250 ming so'mdan. Necha kilo trives? Biz qo'ymaganmiz. Примерно. Bismillah. Endi ves oladigan paytga ketdi. 3-4 kilo chiqadi trives. Uyda serobmi o'rda aka? Yana 3 ta bor mana shunaqadan. 3 ta xolosmi? Bundan ham yaxshilari. Xo'roz ha ular. Hammasi 7 ta. Makiyonchi? Makiyoni yo'q. 7 ta. Eshik qayerda? Tuyayimda. Shetda ekan-ku aka. Oqidan bormi? Telefon nomeringiz necha? 90lik 563 06 49. Mana Marg'ilonda tuyayimi ekanlar akamiz. Bitta dona xo'roz o'rdak kerak, makorlarga qo'shib qo'yaman degan odamlarga telefon qilaverasiz. Uyda bundan ham kattalardan bor ekan. Aka. Mana Kaptar bozori do'stlar. Kaptarni tushunmayman-u, lekin bu kaptarlar do'stlar narxlarni bilib bering degan odamlarga. Aka, bular nech pul ekan? Ketib qoldilar. Hozir mana dehqonlar o'rtada bo'ladi. Dehqonlar o'rtada bo'ladi. Mana dehqonlar. Arzon turishlar. Arzon purish dehqonlar o'rtada bo'ladi. Olib sotadilar, chekkaga to'planib oladi. Ularda eskidan joyi bo'ladi, aka. Bu kaptar haqida qanaqa ma'lumot berasiz? ne aka? Bu kaptar kim ekan? Hoshloq keling. Hoshloq, bu kaptarlar haqida ma'lumot berasizmi? Bular qanaqa sorti? Nech pul bular? Kelinchi? Bu Anjon. Ko'rsatib bering, aytib bering, Anjonlar ko'rsatib. Nech pul bular? Jupami? Jupa 1,5 million. Sort Andijonmi? Ha? Andijon. Gulbodam degani. Gulbodam degani ekan mana do'stlar. Kaptar ishqibozlari uchun bitta syomka qilaman inshaalloh, ko'rasizlar. Kaptarlar. Ya pasti deylarchi mana qoralari. Bularchi? Ha? Bo'ldi aka, qaytib video qilaman. Taomlanib olaveringlar. Mana Kaptar bozori bor. Marg'ilondagi Kaptar bozori ekan. Bu kimdan bular aka? Nech pul bular? 1,5 million jupa. Nima degan so'z? Qizil hakka. Maşallah. Eshik qayerda sizniki? Lo'li mahallada. Eshik qayerda? Lo'li mahallada. Lo'lida bu. Lo'li. Lo'limi, lo'li basmi inson bo'lsin birinchi o'rinda. Lo'lida. To'g'rimi? Biriklatda lo'lisa dadamga borib aytib beribdi. O'zingiz mana lo'li deyapti. Nima dedingiz-ki? Dadam bu lo'li emas. Bu sen lo'li emassan, bu o'zi lo'li. Sen suyapti. Ha, bu lo'li emas, sen o'zing lo'lisan dedilar. Dadam sen lo'lisan, bu bari yosh bola qanday aşağı suyapti. Nasıl ko'rdingiz? Ha, aka. Ajoyib. Ajoyib odam aka.
Beyler, minge bir. Mingga Minge beş. mingga 5 ta. Bu so'yib yeydiganidanmi mingga 5 ta deyapti? Ularni uchirib turolmay qoladi odamlar. Uchirib tushira olmaydiganidan ekan. Nechi pul bular? Ular 60 ming, 70 ming. 60 ming, 70 ming. Faqat uchirgani bular. Haligi aytyaptiki, bitta kaptarni ko'rsatib 20 ming dollar, 30 ming dollar deya bormi shu narsalar? Bitta yo'q. Yo o'zi bormi? Bor, bo'ladi. Toshkentliklar ko'rsatyapti-yu. O'zi ana shunaqa 20 ming, 30 ming dollarlik kaptar bor. Bor. Ha, bor ekan mana. Bir soy olib chiqadigan bo'lsa, Soy. soyi, eski soy, Eski. yo'q-da mana. Yo'q. 89-yildan beri ko'rganim yo'q. O'sha kaptarlar yo'q bo'lib ketdi. yo'q bo'lib ketdi. O'shalar nechi pul hozir? O'shalar hozir 20 ming dollar desa chopilib yuborishadi. Yes, subhanalloh. Mak, hozir qiziqtirib qo'yyapsiz. Kaptar boqishga o'tib ketaman. Soy, qora soy, oq soylar umuman yo'q. Mana do'stlar, kaptardan ham nihoyat Marg'ilon. Marg'ilonda shunaqangi kaptarlar chiqqan ekan, hozir yo'q bo'lib ketgan ekan do'stlar. Bular bo'lsa o'sha Oldin bunaqani boqmasdi. Oldin bunaqa. Ha, bular so'yib yeyilardi, testosteronni oshirardi. Lekin chetda, gastronom. Bir joydan. Qimmatlarini ko'raychi, qimmatlardan bitta video qiling inshaalloh. Qimmat kaptarni qimmati qaysi qimmati? Qimmati qaysi kaptarlarda aka, qimmati? Ha, qimmatlari qaysi? Ashalarmi? Nechi pul bular? Qora sochlar 1 million deyapti. Qora soch 1 million. Sizga ham bizga bosib kelgan. Qora soch 1 million. Dumuqol qizili 400 ming. Dumi qizili 400 ming. Aka bu qushdi. Eshik qayerda aka? Eshik taxta ko'prikda. Marg'ilonda. Marg'ilon kaptarni rivojlantiramiz inshaalloh. Telefon nomeringizni aytchi aka. Telefon nomeri 133lik 33lik 163 163 2773. 2773. Uyda serob aka. Uyda serob ekan aka, Marg'ilonda. Mana akamiz Marg'ilon. Marg'ilon. Akamiz qushlar otdilar. Lekin bu ba'zi bir insonlar aytayapti-ki, mana Hoji tog'am bilan bir suhbat qilaylik inshaalloh, chiroyli qilib. Qo'qondan kelishibdi. Har safar kelamiz. Mashallah. Yakshanba-chi o'zlaringga. Yakshanba o'zimizda. Yakshanba o'zlariga chiqarkanlar. Andijonga ham borasiz. Ha, kelamiz. Eskitdan kaptar boqasizmi? Qimmatlari eng qimmati haligi 20 ming, 30 ming dollarlik kaptar deya bormi ana shu kaptarlar? Tushunchi mana shu. Bor. Qo'qonda bormi? Bor. 20 ming, 30 ming Bor. dollarlik. Baxtiyorxon akada bor. Baxtiyorxon aka. Ha, Baxtiyorxon aka 10-hafta oldi o'sha. Ana shu akada bor ekan, kaptarda. 50 ming dollarlar bor. 50 ming dollarlik. Undan oshiq ham bo'lishi mumkin, men eshitganim. U aka narxini suniy ko'tarib yuborilmaganmi? Narxi haqiqatan ham shunaqami? Bu oli Qozog'istonga olib ketyapti. U nihoyatda kamyob, ha? Kam yo'q. Shuning uchun qimmat. Qimmat. Ha. Bu kaptarlaringiz nechi pul o'zingiz kaptarlaringiz? 200 ming. 200 ming. Har xil, shunaqa. Har xil. 300 ming, har xil. Mana yovvoyi bas, ha? Yo'q, Chokar bular. Ha, Chubati ekan. Chubati. Chubatilar. O'zingizni telefon nomeringizni aytchi, mana akamiz Qo'qondan kelyaptilar ekan. 90 90 567 567 85 72 85 72 Muhammadjon. Muhammadjon aka. Lekin ana shunaqa 20 ming, 30 ming dollarliklari bo'lsa men qiziqyapman. Borsangiz olib boraman. Aytda bitta akamiz aytdiki, eski Marg'ilon sochimi nima degan? Qora sochlari. Qora soch. O'shanaqalar yo'q bo'lib ketdi deyapti. Qo'qonda bor, Qo'qonda zo'rlari bor. Ha. Endi ularli odamlarda bor. Bitta eng qimmat kaptar nechi pul? Mana shu bozorda nechi pullik chiqdi? 2,5 millionga sotishganini ko'rdim. Ha. Eng oxirgi narxi. 2,5 millionga. Hozir bormi mana shunaqa 2,5 million, 3 millionga? O'ni sariqlar nechi pul? Primerna. 300-400 dollarmi? 300 ming atrofida. Ha. Ash qimmat-a? Bo'ldi. Bo'ldi aka, ash qizil
Xo'p, sog' bo'ling. Qizil to'sh. Qizil to'sh qimmat ekan. Eng qimmati bu bozorda qizil to'sh ekan mana. Qaranglar. Üstünü yok borganman. 10 ming bor. Qarang. Qarab turing. Qizil to'sh qaysi ekan qizil to'shi? Mana shular qizil to'shmi aka? Ha? Shular qizil to'shmi? Bular nech pul ekan aka? Qizil to'shlar. 1 milliondan aka. Jupimi? Donasi. Donasi 1 milliondan mana. Menimcha bozorda eng qimmat kaptar mana shu bo'lyapti shekilli hozir. 2 million jupa. Qizillar har xil aka. 2 ta sariq kalsoligi bor aka. Kalsoligi. 400 ming. 400 ming so'm jupa. Qizil dumlar. Qoralari-chi aka? Olalari aka mana yuksallar mana bolasi bilan 400 ming. Bolasi bilan 400 ming so'm. Ye subhanalloh, mana kaptarni qarang, mana tovuqmi bu? Mashalloh, mana uni qarang, men endi ko'rdim bunaqa kaptarni. Bu nech pul bular? Jupa 1 million. Undaqangi qimmat emas ekan, lekin. Bu o'zi sort shunaqa. Eshik qayerdan aka sizga? Kirgilidan. Mana qarang, 1 million so'm ekan jupa. Telefon nomeri necha? 91 653 3123. Telefon qilaverasizlar mana shunaqangi. Yo'qali kaptarlar zarur bo'lsa. Bu akamizni telefon, aka eshik qayerdan sizniki? O'ramdan ekansiz, mana shundan bir joydan ekamiz. Telefon nomeri necha aka? 90 632 1090. 90 632 1090. Akaga telefon qilaverasizlar mana qizil to'shlar. Agar mana shuni telefonda tanlaysizda, sekin korobkaga solib dastavka ham qilib beraveradilar Toshkentga. Keyin atga olib borib turib 5-600 dollar narx qo'yib sotaverasiz. Kalsolar taqib qo'yasiz. Aka nomerni qoldirdim, telefon qilishing inshaalloh. Qaysi? Qarang, soch qarang. Mana shu sochmi? Sochni qarang. Chiroyliligini qarang. Qizil ko'z. Qizil ko'z bo'lgani bilan buni zot toza. Mana shu toza zotmi? Nech pul bu? Nima egalari biladi? So'raychi. Olishibdi buni. Nech pulga olding? 70 mingami? Bular shular uchadi bular. Ha, bular uchirmagan. Toshkentskiy. Hamma joyda o'zining kaptari bor ekanda, Marg'ilonda o'zini chiqargan kaptari bor ekan, Namangonda, Qo'qonda, Toshkentda, bu Toshkentning kaptari ekan mana. Qarang. So'y videolari bormi hali? Arzonlari bo'ladi. Ular yovvoyilar. Yovvoyilar. Ular yovvoyi. So'yib yeyiladi, hozir. Icheni. O'sha tog'ada bor ekan mana. Mana ishda yovvoyi kaptarlar bor ekan, inshaalloh. So'yib yesangiz bor-ku, testosteronda dabdalasini chiqarib tashlaydi mana shular. Mana shularmi yovvoyi tog'a? So'yib videolar nech pul bular? Donasi 25 mingdan. Mana. Assalomu alaykum. Ziyod tog'a, tinchmisiz? Bu bor-ku, buni 4-4 olib kirib sho'rva qilib qaynatib ichsangiz ham keyin yangi uylandimmi deb borasizda 18 yoshga qaytib qolasiz. Bu kaptar boqadigan tog'alarda asosiy o'sha boboylar mana shunaqalardan sho'rva qilib ichadi-da. Bodri turaveradi. Bitta makam ustidan to'nni kiyadi-da, kiyib to'g'ri bozorga chiqib ketaveradi qishda ham. 25 ming so'mdan Marg'ilonda gastronomda akamiz eshiklari. Telefon nomeringiz necha Ziyod aka? 91 680 55 56. Telefon qilaverasizlar, mana shundan 4 ta bering deysizda, olib borib turib, so'yib turib, bismillohu akbar. Tayyor pastayam turadi. Mana. 4 tasini bitta sho'rva qilib iching, keyin menga aytasiz, nimaga bunaqa bo'lyapti, nimaga bunaqa bo'lyapti. Keyin xotinam haqqingizga duo qiladi. Ama kaptar tog'ani ismlari nima edi? Haqqiga duo qilaylik deydi-da inshaalloh. Ha, o'zda. Mana akamiz o'zlari ham 4 ta deyapti. Inshaalloh. Yovvoyilar 25 ming so'mdan. Endi inshaalloh kaptar bozoridan sekin chiqib ketaveramiz. Kaptarlar ko'rlang narxi. Mana shu ham chiroyli kaptar ekan. Nech pul ekan shu? Egasi nech pul ekan narxi?
500 ming jupa. Nomi nima aka? Chilo degan ekan. Ona Chilon. Oldi umi nihoyatda chiroyli ekan. Mana kaptarni qarang turishini. Subhanalloh, xo'rozga o'xshaydi. Bu kaptarlar bor ekan. Bular ham sizdanmi aka? Nech pul bular? Manu. Miramirga o'xshagan nech pul? 100 ming. O'zi Miramir ekan. Qoralarchi? Otlarsi 150 ming, kichkinalari 50 ming. Eshik qayerda aka? Kaminatda ekan. Telefon nomeri necha? Telefon nomeringiz? Yo'q, a? Bo'ldi aka mana. Mana kattalar ko'rdi. Inshaalloh sekin. Aka bu bo'yalganmi boshi? Ha, belga qilib qo'yilgan. Ha, men sizga to'g'ri shunaqami ekan. Tepadagilar katta ekan. Inshaalloh kattalarni ham oldim do'stlar. Yarim soat video bo'ldi inshaalloh. Bu videomiz YouTube uchun bo'ldi inshaalloh. Duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Assalomu alaykum.